Tovuğimiz zo'r pishdi. Filimiz ozgina ahvoli og'irroq qoldi. Elektronik aerogrilni zo'rdan olib kelib qo'yganmiz. Hamma qaranglar. Frik qilsa bo'ladi, go'sht pishirsa bo'ladi, tovuq pishirsa bo'ladi, balu, bu gulkarom, mamlarni endi bilmadim. Bu ham dengiz ovqatlari bo'lsa kerak. Bu tarafda gradus regulatsiya qilinadi, bu tarafda bo'lsa vaqt regulatsiya qilinadi. O'zini ko'rinishi. Ikkita xonali bo'ladi. Bir yog'iga biz tovuq qildik, bir yog'iga frik qildik. Mazasini ko'rinishdan bilgan bo'lsangiz kerak. Juda ham mazali, juda ham zo'r chiqdi. Ovqatni tez tayyorlamoqchi bo'lsangiz, o'sha aerogrilni tavsiya qilamiz. Tez va sifatli pishirib beradigan, faqat pishirishni bilish kerak ekan. Bizga o'xshab noto'g'ri pishirib qo'ysanglar, ozgina qiynab qo'yargansizlar. Aerogrilimizni vaqti tugagandan keyin o'zi avtomatik o'chadi. Tagiga olish, yoqib qolib, oyoqqa kuyib ketish degan narsa umuman bo'lmaydi. Faqat vaqtini to'g'ri belgilab qo'yish kerak bo'ladi. Multivarkani ham zo'rdan olib kelib qo'yganmiz. Bunda xohlagan ovqatinglarni qilsalar bo'ladi. Osh, qozon ko'p, xohlagan. Qozonni elektronik varianti. Yo'qda bo'lsa, aerogrildan har xilidan bor. Mi brendining ham bor, boshqa brendlar ham bor. Kichikroqlari ham bor, kattaroqlari ham bor. Qaysi biri qiziq bo'lsa, bemalol o'zingizga yoqqanda kelib, ko'rib tekshirib olib ketsanglar bo'ladi. Shunaqa ajoyib, hammaga manfaat beradigan narsalar har doimgidek Apple Optimus do'konida ko'rasiz.